Assalomu alaykum. Sizlarni shu kunning muhim xabar va yangiliklari tafsiloti bilan tanishtirib o'tamiz. Efirda Qashqadaryo axboroti informatsion dasturi. Aholi turmush tarzini yaxshilash, kambag'allikni qisqartirish, onalik va bolalikni muhofaza qilish, ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkilotining mamlakatimizdagi doimiy koordinatori hamda tashkilotning bir qator institutlari vakillaridan iborat delegatsiya viloyatimizga tashrif buyurdi. Dastlab shu haqda. Sog'lom va barkamol farzand nafaqat oilaning, balki butun bir jamiyatning ham boyligidir. Shu boisdan ham mamlakatimizda onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Vohamizga tashrif buyurgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining mamlakatimizdagi doimiy koordinatori hamda tashkilotning bir qator institutlari vakillaridan iborat delegatsiya vakillari dastlab respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Qashqadaryo filialining faoliyati, unda yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Aytish kerakki, bu yerda 200 o'rinli viloyat perinatal markaz, 200 o'rinli shahar tug'ruqxonasi, 50 qatnovli skrining markazi va 50 qatnovga mo'ljallangan reproduktiv markaz yagona majmuada jamlangan. Biz bugun ushbu markaz bilan tanishdik. Qashqadaryo viloyati bunday sohada yetakchi hududlardan biri ekan. Bu yerdagi barcha bo'g'in xodimlari sadoqat bilan mehnat qilayotganliklari bizda katta taassurot qoldirdi. Buning asosi esa mamlakatingiz hukumatining hamda mahalliy hokimliklaringizning mazkur sohaga qaratayotgan e'tibori deb o'ylayman. Markazdagi shart-sharoitlar zamon talablariga javob berishi esa ona va bolalarning salomatligiga xizmat qiladi. Shuningdek, o'tgan yili Belorussiya va Turkiya davlatlarining mutaxassislarini jalb etgan holda viloyat miqyosida birlamchi ambulator tizimda faoliyat yuritayotgan bir guruh patronaj doiralar xalqaro talablar asosida sog'lom oilani shakllantirish dasturi asosida o'qitilgan edi. Markazda bo'lib o'tgan uchrashuvda ana shular xususida so'z bordi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining mamlakatingizdagi doimiy koordinatori sifatida delegatsiya a'zolari bilan Qashqadaryo viloyatiga tashrif buyurdim. Tibbiyot sohasiga qaratilayotgan e'tibor bizni mamnun qildi. O'ylaymanki, bu boradagi o'zaro hamkorligimiz esa soha rivojiga yanada katta hissa qo'shadi. So'nggi yillarda yurtimizda gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlar va bolalar huquqlarini mustahkamlash, ularning manfaatlarini himoya qilish maqsadida bir qator qonunlar, huquqiy me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Birgina viloyatda ayollar bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb etish, siyosiy ijtimoiy faolligini oshirish borasida bir qator ijobiy ishlar yo'lga qo'yilgani xususida ma'lumot berildi. Jumladan, yaqin 2 yil davomida tadbirkorlik sohasida xotin-qizlarning ulushi 2,5 barobarga oshdi. Shuningdek, joriy yilda yil davomida ayollar daftari orqali 91 ming nafardan ortiq xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilgan bo'lib, shundan 64.500 nafardan ortig'ining bandligi ta'minlansa, 15 ming nafardan ziyodi esa kasb-hunarga o'qitiladi. Tashrif davomida Birlashgan Millatlar Tashkilotining ayollar dasturi jamg'armasi tomonidan olib borilayotgan ishlar, hamkorlik natijalari xususida ham fikr-mulohazalar bildirildi. Shu kuni delegatsiya vakillarini viloyat hokimi Murodjon Azimov qabul qildi. Qabul jarayonida vohamizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimlarida samaradorlikni oshirish, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, barqaror iqtisodiy o'sishda yashil energiya, xususan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish kabi bir qator masalalarda olib borilayotgan ishlar yuzasidan o'zaro fikr-mulohazalar almashildi. Uchrashuv so'ngida kelajakda o'z samarasini beradigan loyihalarni birgalikda amalga oshirishga kelishib olindi.